Assalomu alaykum. Ismim Saida, Tekno platformasining proyekt menejeriman. Mijozlar bilan обучениeni odatda o'zim o'tkazaman va ularga to'liq funksional yoritib berganingizdan so'ng ularda wow effekt bo'ladi. Rostdan ham zo'r instrument ekan deb. Instagramda bir nechta kalta reelslar yordamida to'liq ma'lumot berish juda ham qiyin. Shuning uchun biz YouTube kanalimizda to'liq Tekno nimaligini va uni foydalanayotganingizda nimalar olishingizni, yirik brendlar, Safiya, K-Club, Cambridge, Universe Group, Beshqozon aynan nima uchun Tekno bilan foydalanayotganini batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Tekno bu qo'ng'iroqlarni tahlil qiladigan AI platforma. Uning yordamida barcha 100% qo'ng'iroqlar avtomatik tarzda tahlil qiladi. Rahbarlar kuniga 5-10 ta qo'ng'iroqlarni tahlil qilsa, sun'iy intellekt yordamida esa 100% barcha qo'ng'iroqlar o'zi tahlil bo'ladi. Siz platformaning ichida o'zingizga mos keladigan limitlarni va filtrlarni qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, siz faqat kiruvchi yoki chiquvchi qo'ng'iroqlarni tahlil qilmoqchisiz. Masalan, operatorlaringiz faqat 10 ta, 15 ta kuniga qo'ng'irog'ini va davomiyligi 3 daqiqadan ko'p bo'lgan qo'ng'iroqlar tahlil qilmoqchisiz. Bu barchasini platforma ichida o'zingiz nastroy qilsangiz bo'ladi. Qo'ng'irog'imiz yakunlangandan so'ng uni siz 6-10 daqiqa eshitishingiz shart emas. Uni 30 soniyada o'sha nima haqida gaplashganini, siz operatoringiz qanaqa gaplashganini, barcha o'zingiz skriptingiz bo'yicha qanaqa xato qilganlarini tayyor baho beradi. Odatda o'quv markazlarimizda yoki uy sotish loyihalarida qo'ng'iroqlar 10 daqiqadan ko'proq bo'ladi. Ovqatlanish shoxobchalarida qo'ng'iroqlarimiz 1-3 daqiqa bo'ladi va ular yuzlab bo'ladi. Rahbarlarimizni barchasini eshitib chiqish juda ham qiyin. Bu yerda ularga Tekno yordamga keladi. Har bitta qo'ng'iroqimiz nima deyotganini, nimalardan noroziligini, nimalar so'rayotganini, operatorlarimiz esa bu mijozimiz bilan qanaqa ishlayotganini, upsell qila oldimi, ularga qanaqa ma'lumot beryapti va ularga servisni qanaqa bajarayotganini barchasini yoqimli ravishda Tekno ichida barchasini ko'rsangiz bo'ladi. Tekno bilan ishni boshlash uchun biz birinchi navbatda IP telefoniyaga va CRM sistemaga ulanamiz. Agar sizda CRM sistemasi bo'lmasa, unda IP telefoniya o'zi yetarli bo'ladi. Endi ulangandan keyin har bitta bosqichda sizda nima paydo bo'lishini ko'rib chiqamiz. Birinchi haftasini oxiriga kelib, sizni biznesingizga moslangan qo'ng'iroqlar baholash tizimi bo'ladi va bu yerda sizda qo'ng'iroqlar qaysi biri yaxshi baholanyapti, qaysi bittasi yomon baholanyapti demay, yomon degani bu yerda operatorlarimizning birinchi xatolari hammasi ko'rinishni boshlaydi. Birinchi navbatda qo'lingizda sizda yaqqol manzara bo'ladi. Har bitta operatoringizni haqiqiy ish sifatini ko'rasiz. Kim sotyapti, kim mijozlarni yo'qotyapti, hammasi ma'lumotlar asosida bo'ladi. Siz ilgari kompaniyada hali hech kimda bo'lmagan ma'lumotlarni olasiz. Bu yerda o'sha mijozlarni o'zini ovozi bilan eng ko'p berayotgan e'tirozlari va sizni sotuvlaringiz nimaga amalga oshmayotganini ko'rasiz. Mahsulotlar bo'yicha talabni nazorat qilib borasiz. Xaridlar va marketing bo'yicha sizda o'sha bozor tahlili bo'ladi. Mijozlar eng ko'p qanaqa savollar berishyapti? Bu yerda siz operatorlarni o'qitish bo'yicha sizda tayyor ma'lumotlar bo'ladi. Shikoyatlar dinamikasi. Bu dinamikalar o'syaptimi, kamayyaptimi? Ma'lumotlar shartlarini oldindan kuzatib borishingizga yordam beradi. Operatorlaringizni nazorat qilishingiz uchun emas, bu yerda bozorni tushunishni boshlaysiz. Tekno bo'yicha to'liq ma'lumot bera oldik deb o'ylaymiz. Bu yerda mijozlarimiz tarafda ham harakat kerak bo'ladi. Ular har bitta nuqtamizda biz bilan birga ishlasa, barcha kriteriyalarni to'g'ri agar qilib olsa, xudo xolasa ular natija olishni boshlashadi. Chunki biz AI mutaxassislari emasmiz, shunchaki biz biznes ichida ishlaydigan insonlarimiz sotuv va marketing taraflarida ham bizning tajriba va bilimlarimiz bor. Bizning maqsadimiz platformamizda shunaqa sizni biznesingizga joriy qilaylikki, u sizga foyda keltirishi boshlasin. Sizga biznesingizga to'g'ri kelyaptimi yoki yo'qmi bilish uchun biz sizga bepul demo qilib beramiz. Agar to'g'ri kelsa, keyinchalik ham birga ishlashimiz mumkin. Izohlarda saytimizga o'tib, bu yerda qaysi brendlar bilan ishlayotganimizni, Tekno bo'yicha yana ma'lumot olishingiz mumkin. Agar ariza qoldirsangiz, biz siz bilan bog'lanamiz.